Kimni koridori ingichka bo'lsa, bu video uchun patologni qanaqa qilaman, dizaynni qanaqa qilaman, patolog koridorchamiz kichkina, qanaqa bo'lsa katta ko'rinadi va chiroyli ko'rinadi deganlarga mana bu video sizlar uchun. Koridorimizga kichkinagina chiroyli figura tanladik. O'zi mana ko'rinib turibdi. Yoniga podsvetkaga joy bor. 3 qator tiyagi yurgan birinchisi patologga yopishtirgan, keyingisi svetilniyni chetida va uchinchisi hovuzchani chetiga joylashgan. Ikki tomonlama podsvetka bo'ladi. Devor tagiga qaragan bitta, o'rtada keyin shlangali bitta bo'ladi lentasimon. Shunda juda ham chiroyli, ham katta, ham go'zal ko'rinadi. Mana bu yoqdagi ishlarimiz. Mana patolog galaginga joy tashalgan o'rtada, yonda galaginga joyi yo'q. Hammasi chiroyli, ko'rkam ko'rinadi. Ikki tomonlama svitcha qo'yiladi mana bu yoqdan. Chiroyli keyin tagiga tanlansa figuraga mos, shu bilan ishimiz go'zal va ko'rkam ko'rinadi.